Mitaning turmush qurganiga endigina 1 yil bo'lgan edi. Baxtli oila, mehribon eri va g'amxo'r qaynotasi bilan uning hayoti go'yo ertakka o'xshardi. Ammo bir kuni eri Rakib chet elda ishlash imkoniyatini qo'lga kiritdi. Oila kelajagini o'ylab, u xorijga jo'nab ketdi. Dastlab har kuni qo'ng'iroq qilardi. Mita soatlab eri bilan suhbatlashardi. Lekin bir necha oy o'tgach qo'ng'iroqlar kamaydi. Keyin 1 kun, 2 kun, hatto 1 hafta ham Rakibdan hech qanday xabar bo'lmadi. Mita xavotirga tushdi, ammo taslim bo'lmadi. Chunki uyda uning yoshi katta qaynotasi Abdulkarim bor edi. Bir kuni kechasi qaynotasi to'satdan ko'kragida kuchli og'riq sezdi. Mita qo'shnilar yordamida uni shifoxonaga olib bordi. Shifokor dedi: "Yana biroz kechikkaningizda bemorni saqlab qolish juda qiyin bo'lardi." Bu gapni eshitib, Mitaning ko'zlariga yosh keldi. Uyga qaytgach, Abdulkarim unga shunday dedi: "Qizim, bugun sen bo'lmaganingda ehtimol men tirik qolmasdim." Mita boshini egib javob berdi: "Siz men uchun faqat qaynota emassiz, otamdek insonsiz." Ammo qishloqdagi ayrim odamlar ularning munosabatiga boshqacha nazar bilan qaray boshlashdi. Bir kuni bozorga ketayotganda Mita bir necha kishining pichirlab gaplashayotganini eshitdi. Eri chet elda, o'zi esa qaynotasi bilan doim birga yuradi. Bu so'zlar uning yuragini larzaga soldi. O'sha kecha Mita uzoq yig'ladi. Shu payt chet eldan telefon qo'ng'irog'i keldi. Ekranda Rakibning ismi paydo bo'ldi. Ammo telefonni ko'targan zahoti notanish bir ovoz eshitildi. "Siz Rakibning turmush o'rtog'imisiz? Eringiz haqida juda muhim gap bor."